29 nafar Litvaniya parlament a'zosi va 1 nafar Yevropa parlamenti a'zosi 10 dekabr Xitoy davlat raisi Shi Jinpingga yozgan maktubda Xitoyning barliq dinlarni bostirayotganligini aybladi. Maktubda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi erki qirg'inchilik olib berayotganligi ta'kidlandi. 11 dekabr kuni Litvaniya parlamentining riyosatchiligida ochilgan Din va vijdon erkinligi kunimizdagi xristianlar nomli yig'inda Osiyodagi kishilik huquq va diniy erkinlik tajovuzchiliklari muzokara qilindi. Litvaniyalik Xitoyshunos va tadqiqotchi Bogdanas apandi o'zining Qozog'istonda olib borgan tadqiqotlarini o'tirg'a qo'ydi. O Sharq Turkistondagi jazo lagerlaridan qochib, Qozog'istonda panohlik tilgan qozoqlarning ahvoli aks ettirilgan rasm va videolarni ko'rsatdi. İstanbul boshchiligida Turkiyaning har qaysi shaharlarida Xitoyning Sharq Turkistondagi erki qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatiga qarshi namoyishlar o'tkazildi. 15 dekabr Alpiran o'chaklarining uyushtirishi bilan İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Bu yerda e'lon qilingan bayonotda Sharq Turkistonning yolg'iz emasligi ta'kidlandi. Zalim Xitoy hokimiyatidan Sharq Turkistonda Uyg'urlarga elib berayotgan erki qirg'inchilikni to'xtatish talab qilindi. Shuning bilan bir vaqtda Turkiyaning Qaysariya shahridagi Cumhuriyet maydonida jam bo'lgan yuzlagan Uyg'ur va Turk Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmiga qarshi namoyish o'tkazdi. Angliya Arsenal komandasidagi Türk futbolchi Mesut Özil Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmiga qarshi bayonot e'lon qilgandan keyin Xitoy markaziy televiziyasi bu hafta oxiri o'tkaziladigan Arsenal komandasi bilan Manchester komandasining musobaqasini bevosita taqatmaydiganligini e'lon qildi. Xitoy markaziy televiziya kanali bundan burun bu musobaqani naq maydonda taqatadiganligi haqida uqtirish chiqargan edi. Lekin 13 oktyabr Mesut Özil ommaviy taratquv hisobida Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmiga norozilik bildirib, musulmon dunyosining buningga sukut qilayotganligini aytgandan keyin Xitoy taratqullari Özilga qarshi harakatga o'tdi. Xitoy futbol birlashmasi bayonot e'lon qilib, Özilning so'zlaridan qattiq umidsizlanganligini bildirdi. Amerika hökuməti bu yıl 9-cu ayda 2 nafar Xitoy elçixanası xodimini qo'llab chiqargan. Sababi ular Virginia shtatidagi bir harbiy bazaga mashina bilan besib kirgan. Amerika va Xitoy har ikki taraf bu ishni oshkorlamagan. Ayni vaqtda bu diplomatlar va ularning ayollari mashina bilan bu harbiy bazaga kirish orqali Amerika harbiy tarafining iz qo'g'lishidan saqlanmoqchi bo'lgan. Amerika amaldorlari bu ishning bundoq oddiy emasligini, bu diplomatlarning oz deganda birining amaliyotda jasus ekanligini bildirdi. İspaniyaning Madrid shahrida o'tkazilgan iqlim yig'inida yer sharining isib ketishiga qarshi ilinishi bo'lgan jiddiy tadbirlar haqida fikr birdakligi hosil bo'lmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Guterres qattiq umidsizlanganligini, lekin buninglik bilan voz kechishga bo'lmaydiganligini bildirdi. Yer sharining isib ketishiga qarshi tadbirlar muzokara qilinadigan 25-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqlim yig'ini oxirlashdi. 200 davlatning vakillari qatnashgan bu yig'inda ko'zlagan qarorlar ma'qullanmadi.